Akalar hammaga assalomu alaykum. Bugun Captiva'mizda bo'layotgan muammosi momentalniy korreksiyalar juda baland. Ikkislar datchigimiz уже korreksiya qilmay qo'ydi bizda. Korreksiya qilmaganini hozir sababini hozir men sizlarga ko'rsataman. Kuchli motorimizda bo'layotgan. Mana akamizni chekka yonib, ashka bo'lib qolgan ekan. Hammasi kislorod datchigga yongan ekan. Hamma korreksiyalarimiz qotib qolgan, hali o'ynamayib turadi bizda. Xo'p, kuchli motor bo'ladi bizda. Kuchli motorimiz. Xo'p, endi qiladigan ishimiz qarang hozir mana bir 5 minut yurib tursa mashinamizni akamiz aytishlari bo'yicha ochadigan bo'lsa, ko'p ham bo'lmadi mana. Eshitilyapti bo'lsa. Shunaqa tovush chiqib ketyapti ekan. Xudo xolasa hozir shuni hozir ular bilan birgalikda shuni ustun qilamiz. Mana yopishimiz kerak. Birdaniga shunaqa katta so'rib olyapti ekan. Bizda ham korreksiya o'zgarib ketyapti hozir mana. O'ta yopganimizda bizda korreksiya bir xilda bo'lib qoldi. Qo'yib yuborganimizdan keyin, qo'pol ochganimizdan keyin qotib qolyapti bitta joyda. Xudo xolasa hozir shuni hozir bartaraf qilamiz nasib. Ko'proq bu nimadan chiqadi? Bu atsorber klapandan chiqadi. Shu yer bo'lsa, shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, imенно ustalarga ko'rsatishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu narsa xavfli narsa, plus mashina qo'pol yopib turib yuriladigan bo'lsa, bu narsa taq etib o'tadigan bo'ladi bakdan. O'chirganingizda. Plus o'chirganimizda ham mashina bittada o'chmayapti. Hozir mana o'chiramiz. Mashina ishlab turibdi. Daqillab keyin o'chib qolyapti mashinamiz. Birdaniga o'chmayapti motorimiz. Qaltirab turib, keyin o'chib qolyapti. Xo'p, akalar mana shu aybdorimiz. Captiva'mizdagi sapon klapanimiz shu zaslonkaning orqasida turadi bunda. Mana shuni men qotadi, fishkasi mana bu. Mana fishkamiz. Xudo xolasa shu %100 o'tkazyapti ekan mana shunimiz. Xudasak bu tomonga promoy o'tib ketib qolyapti. Bag'dan aqa, bag'dan baqa. Ichim ko'rinib qolib shekilli. Xullas klapanimiz o'lgan buni. Ishlatib bo'lmaydi. Bundan yangi xudo xolasa aytib qo'ydi ekanimizga, vaqtincha hozir buni zagusha qilib qo'yamiz. Plus xotirjam ekanmi sinadi. Hop, akalar mana shu korreksiyamiz joyiga tushdi. Kislorodimiz o'ynashni boshladi. Bizda hali qotib qolgan holatida. Xudo xolasa mana smeslar ham o'z joyiga tushdi nasib. Ikkamizda ham detonatsiyalari ham xudo xolasa yo'qoldi. Faqat bizda bitta qolgani o'sha chiquvchi rasvedalga ashib yotdim metkaga endi. Yo chip cho'zilgan yoki datchikning o'zidan chiqishi mumkin ikkitadan bittasi. Mana joyiga tushdi. Plus mana kirishkamizda ham qo'pol yopib qo'yganmiz atalar. Qashshillash, havo so'rash umuman yo'q. Hali yopishimiz o'ziga yo'q, o'sha qashshillab havo so'rayapti. Xudo xolasa mashina ochganingizda qashshillaydigan bo'lsa, imkon darajasida shu atsorber klapan qaysi mashina bo'lishini qatnashadi. Bu trekkerda ham, Onix'da ham bizda bo'ldi. Mana shu Gentle Cobalt'ga atmasak ham bo'laveradi. Mana shu joyda joylashgan bo'ladi, tagida bo'ladi.